Biz bugün yerli xamir turuşda qilin to'ngan pishkil qilamiz. Agarda siz yerli xamir turuşni ishlatishni o'rganib olsangiz, sun'iy xamir turuşni qat'iy ishlatganingiz kelmaydi. Chunki biz yerli xamir turuşda pishirgan narsalarimiz pek yumshoq chiqadi. Mayli mant qilayli, mayli go'shtdan qilayli yoki mom qilayli, ham ta'mli bo'ladi. Mana yerli xamir turuşni azroq suvga silib, takish eritib olamiz. Ondan unning ustiga quyib, muvofiq bo'shliq xamir yo'g'irib olamiz. Tungan pishkilning xamiri sal chang'aroq bo'lgani yaxshi. Bu xamir turishni men qanday yasashni oldin qilsam sizlarga ko'rsatib qo'ygan, shuni ko'rsanglar bo'ldi. Bu xamir oson bo'lmaydi, tasta bo'ldi. Atsi bunda holat keldi. Men buni azroq uzib olib qo'ydim xamir turishga. Mana bu xamirning ustiga azroq soda quyib oldim. Ustiga azroq limon suv quyib, bu sodani eritib oldim. Xamir bilan yaxshi elashtirib etdim. Biz ayrim qachaga talqon qildigan unni yeb olamiz. Biz bunga azroq shakar, bir tal tuxum, azroq issiq mayni qo'ysak bo'ldi. Kuchiga may qo'yib etamiz. Bunga yana azroq shangdofon qo'shib o'tamiz. Endi bu yerdagi shakar ham buning ta'mini kirgizdi, ham to'shqalning rangini chiroyli chiqardi. Buni talqon holatiga kelib oldik. Bu talqonning yumshoq qattiqligini xamirimiz qattiqroq bo'lsa, talqonni yumshoqroq qilamiz. Agar xamirimiz yumshoqroq bo'lsa, talqonni qattiqroq qilamiz. Buni ibiyan bo'lgan xamirning ustiga to'kib, yaxshi aralashtirib, yarim soat yana qo'yib qo'yamiz. Ikkinchi qitim yana bo'lsin. Biz endi bundaq bir necha nuqtalarga diqqat qilamiz. Yerli xamir turishda qilgan xamir oson ochiq bo'lib qoldi. Biz uni azroq qilib ko'ydirib boqamiz. Agarda bu ushoq kabaqcha hosil qilgan bo'lsa, ochiqlik darajasi normal bo'lgan bo'ldi. Agar cho'ng kabaqcha bo'lsa, biz buni azroq soda yegizimiz, yoki jan, ya'ni shul yegizimiz. Endi ikkinchi diqqat qiladigan nuqta, biz birini chang zo'liq, birini salamiz. Zo'liq qancha chang olsun chaqchi, agar bunday qilmasak, po'shqal ushoq chechagimay cho'ng qilsak sevaladi. Bu po'shqal qilin bo'g'ashqa biz o'tni kichik qilamiz, qozonga solamiz, yana bir tarafdan sarg'ishni kutmayli bir o'rib etamiz. Bunday qilsak, cho'ng ko'pik hosil bo'lmaydi. Buni necha qitim o'rib, ondan keyin bu po'shqalni pishiramiz. Men odatdan tungan po'shqal bo'lsa, buni qilnroq yeyishni yaxshi ko'raman. Chunki tungan po'shqal qalin bo'lsa, moysizroq bo'ldi, ko'ngilga tegmaydi. Hem yeyishlik bo'ladi. Sizlar shu yerli xamir turishda bir qitim tungan po'shqalni qilib yeb boqinglar. Shunchalik yumshoq chiqadi. Bolqidaklar pek yumshoq chiqadi. Buni to'ssanmaymiz. Mana birdanda sap bo'ldim. Mana ustidikini mepizroq qildim, va ostidikini sal qilmaroq qilganlarim. Shuning bilan bizning bugungi darsimiz tugadi. Darsdan tushdik.